tabiatning advokatlarisiz va siz ikkingiz insoniyatning advokatlarisiz. Sud majlisida jabrlanuvchi tabiat, ayblanuvchi insoniyat o'rtasidagi nizo ko'rib chiqiladi. Marhamat, jabrlanuvchi tomon so'z sizga. Mana shu havoning ifloslanishiga sabab bo'layotgan ko'plab zavodlarning qurilishi, qonunga xilof ravishda daraxtlarni behudaga kesib tashlash holatlari yuzaga kelyapti. Yengillik berishingizni so'raymiz. Ko'rsatib qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan vaqtli uni to'g'rilashga harakat qilamiz. Ayblanuvchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 65, 68, 72, 74, 90, 92 moddalari bilan aybdor deb topilsa. Siz ham bevosita o'quvchilaringizga mana shu tartibda o'tkazib bersangiz, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Maqsadimiz yosh avlodni ekologiyaga ehtiyotkorona munosabatda bo'ladigan, ekologiyani tadbiq etadigan, tabiatni asrab-avaylash umidida shakllangan avlodni shakllantirish.